Traktor.uz kompaniyasi. Kirosda traktor sotilmoqda. Yili 92-yil dokumentlar hamma narsasi bor. Flanjro yangi qo'yilgan, motor remont qilib qo'yilgan, ishga tayyor. Balon bir sezon ishladi. Orqa katta bo'ladi, 2 sezon ishlagan. Hali yangidek 80%. Tishi 80, 75-80%. Korobkalar remont qilib bo'lingan, ichlari tayyor, ishga tayyor qilib qo'yilgan. Sataliklar yangi bosilgan. Ko'rinishi traktorning. Apparatlar joyda, apparatlar forsinkalari yaxshi, ishlashi zo'r. Akkumulyator bor. Ishga tayyor. Balonlar holati yaxshi. 75-80% tishi. Diskalar ham yaxshi. Ichki salon lilon tashalmagani, rezina tashab qo'yilgan tasiga. Sidonlar eskvatr qo'yilgan. Ichki holati. Mikrofon kolonkalar bor. Holati yaxshi saloni. Orqa ko'rinishlari, sirg'alari, vint. Nomerlar. Qo'shimchasida chizil bor. Brama stoyka. Belarus o'ziniki. 80 ga joyga ochadi. Holati zo'r, ishga tayyor. Ishlayman, minaman, ishlayman deganlarga ishga tayyor traktornika. Kultivasi axsi ham bor, komplekt. Mana shu Belarusniki. Ishga tayyor bu ham. Qo'yasiz, ishga chiqib ketasiz. Xohlasangiz ilib ham beramiz. Xizmatlarimiz bor. Mana oldi ramasi, orqasi, dorsoyagi tishlenkalarigacha bor. Hamma narsasi organ, hamma narsasi komplekt. Kultivasi. Biritvasigacha bor. Bu traktorimizga komplekt 3 ta narsasi bor ekan. Chizili, kultivasi, beshamagi kultivasi ham qilinadi. 5 talik chizil kattasidan. Yoniga organ qo'ysangiz beshamak bug'doyning orasiga, bug'doydagi joyiga ochish, paxtaning oraliga tushaveradi. Rexlenada turibdi hozir. Rexlena holatida. Bahordan paxta ekilgan rexlenani bosaverasizlar ishda, soqqani bosasizlar. Mana holati. Kultivasi organlar tushadi mana. Britva, kultivasi tushaveradi. Mana traktorimiz holati. Pul topaman, ishlayman, bahordan sezonda bosaman degan tayyor turibdi mana. Buni faqat minadigan odam kerak. Soqqani soqqiga o'raman deydigan odam kerak buni olib turib. Dozatorlari yangi bosilgan, gidravlikada ishlaydi oldilari. Gidravlikada ishlaydi. Ishlashi zo'r, mexanika gidravlikada ishlaydi. Xato yo'q. Bu traktorimizda komplekt chizili, kichkina chizil, beshamak, kultivasi 90 lik kachopka bor ekan, G'o'zapayaniki. Komplektida shular. Telefon nomerni tagiga yozib qoldiramiz. Narxi kelishamiz. Telefon qilsangiz kelishaveramiz.